Xullas, bu keyingi to'yasi. Saturn xonasini sizlar bilan baham ko'rib tanishtiradi. To'g'risi xonaga o'zim ham kirganim, bu birinchi marta. Hozir Qarshi shahrida eng mashhur Arbat ochmayapti. Hoppa, ochildi. Xullas, tayyormisizlar? Wow! Wow! Mana. Bizda yotoqxona. Men bir o'zimman. Lekin ikki kishilik xona oldim. O'zim bilan o'zim urushib qolsam, almashib yotishga. Suv bor, konfet bor, qand bor ekan, choy bor ekan. Bizga eng muhim joyini bilasizlar, bu yo'naka xona. Ana, voy, qaranglar. Wow, shu o'zgartirib ekan. Maza qilib ko'piylar ichida cho'milamiz. Alhamdulillah. Lekin gap yo'q ekan, borib maza ekan. Endi keyingisi atmosfera. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qarshi nima deyapti? Atmosfera nima deyapti? Chiqib ketdi. Balki o'sha yoshlarni xiyoboni. Ana ko'zingdan Saturn davring keldi, yasha, ota-onangdan duoni olib yasha, joningiz sog' bo'lsin, aylanib ketayin. Wow!